To'rt xonali Euro remont uy so'raganlar bormidi? Sizlar uchun ajoyib variant 77 seriya planirovkadagi xonadon. Bu planirovkani bilgan biladi. G'ishli domimizda bu mehmonxona qismi. Xo'p, yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan barcha mebel texnikalari qoladi. Bu yoqda bitta yotoqxona. Xo'p, bu yoqda ham yana bitta yotoqxonamiz mavjud. Xo'p, koridori kenggina, prixojniy shkaflari qo'yilgan. Hop, bu yoq tomonda oshxonamiz joylashgan. Kuxonniy mebellari tayyor o'rnatilgan, juda ham chiroyli chiqqan. Hop, ikkita balkonimiz mavjud. 220 ga 6 o'lchamda bu birinchi balkonimiz. Va bu yoqda 4-xonamiz, kattalar yotoqxonasi. Ko'p turganlaringizdek, bu yoqda ham hamma sharoitlari qilingan, tayyor holatda. Va bu hojatxonamiz va bu yoqda yuvinish xonamiz. Xo'p, Chinozor 8-kvartal, 4 xonali, 4-qavatda joylashgan, 90 kvadrat metr